Toy to'kinlar o'stigan butun qo'shinlar yig'ilib, hammamiz bir dahdining adimidek aşağıda yordamlashib, oshda yaxshi yutadiq bolam. Oy, qo'lim ola bolam matamaqni. Nima qarab o'tirsa? Nima jiqtama qapa buni? Oy, bula. Matamaqni avvali akan achiqpa. Mani xosiyat achan achiqpa. Bular nima qarab o'tirsa? Voy, apa. Voy, nimanda qilsa deyman, qachonlar qarshi yadima pinfon o'yga kelseklam, qo'shni qo'limlar tamoq yetkazib baran avara qilib, voy, men achiqmayman bo'ldi. Ay balam, bu degan bizning shunda yaxshi bir o'rib odatimiz. Bu o'ylachi balam, men opamdan qolgan. Bu yerda mening shunda yaxshi eslimalarim bor, jinim balam. Kichik vaqtlarimizda balam, opam hamma qo'shinlar tamoqlarni kirgizatdi. Anarkim bu qo'lim qo'shinlarmi tamoqlarni etib o'qishsa bizga kirgizatdi balam. Biz ma bino o'ylab ko'chgandan keyin balam, o'ylarimiz sap kichik saranki qipidak to'g'andan keyin hech kim tunimaydi. Ast qo'shnimiz kim o, ust qo'shnimiz kim o, hech qaysimiz tunishmay o'tib ketamiz balam. Apa burun sizlar butun qo'shni qo'limlar tanishamdilar. Voy jinim balam, nim deb yuradigansa, burunchi yiroqdagi tuqquningdan yaqindagi qo'lim qo'shnilaring a'lo deydigan gaplar bo'tdi. U vaqtlarda qo'lim qo'shnilar degan shundoq ko'ngillik, shundoq yaxshi o'tadi balam. Voy, tamoqlarni etishib, bir-birimizga sunishib, et bayramlarda degan, bir-birimizning uylarga kirishib, toy to'kinlar o'stigan butun qo'shinlar yig'ilib, hammamiz bir dahdining adimidek aşağıda yordamlashib, oshda yaxshi o'tadi balam. Voy, nimda yaxshi? Voy, lekin hozir. Nim bo'ldi apa? Hozir nim bo'ldi? Hozir unda qo'lim qo'shindachiliklar faqatla qolmadi balam. Ya isim qursin, bula balam tamoq sovib ketadi. Ma'u xosiyat achangning almashtirib qo'yma. Xosiyat achangning cho balari hammasi shaharda balam. Ular kirib olamaydi. Ular kirib tamoqni etib yeb bo'g'chi yolg'iz qo'sqimda faqat tamoq atmaydi. Bu qo'shaqini mani xosiyat achangga, mani Vali akangga. Vali akangning oyolim tugab ketgil bir yil qoldi balam. O'zi yolg'iz tamoq etamaydi. Shuning issiq diyavasin. Bula. Ma'qul. Chaqam ola balam. Ma'qul apa. Sidiq buvay shundoq deb bo'lishiga Oliya Bardilla o'zining asli joyiga kelib qolganligini sezdi. Uning chekisini tutib turgan Perixonning bir jup muz. Yaxshimi aka? Voy, iftixor. Qanday ahvoling, yaxshimi? Yaxshi. Apam tamoq kirgizgan shunga sizga. Azroq. Voy, rahmat. Chapa talibsizlar. Har qitim shu opam kelganida yaqin urug' tuqqanim kelganda shunda xo'sh bo'lib ketdim. Shundaqla balalik chaqlarimni eslab qolaman. Rahmat aka. Qo'shnim bo'lsa, shu opangdek bo'lsa. Rahmat. Ayras aka, siz bayam nimasini anglayotdingiz? İftixor apsidan Taklimakan degan asarni anglayotgandim. Bu asarni siz ma'lumsiz? Shundaq. Feyz asarda aka bu. Bak esar. Andikan aka yaqinda bir faoliyat qilib turganda desangiz, Inka saroyiga iftixor apsi an qaltis deb 50 kerakni chiqsangiz, sizga bir haftalik oliy azala sovg'a qilgan. Voy, mundaqda bak yaxshi bo'pti, bak yaxshi bo'pti. Ma'qul. Hey, to'xta. İftixor. Voy aka. Uyga kirgan qo'shnisini nima qo'l qaytirgan ba. Azroq ko'nglim tetib yiqinglar, ha? Voy, nima avorib chiqasiz aka? Yiroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shning a'lo. Qo'shnilarchilikda go'zal an'anani yo'qotmaylik.